oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun may.gov.uz orqali ro'yxatdan o'tish. Ta'lim bo'limidagi abituriyentni onlayn ro'yxatdan o'tkazish xizmati orqali foydalaniladi. Arizachining telefon raqami kiritilgach, SMS kod tegishli maydonga yoziladi. Joriy yil bitiruvchisidan ta'limga oid ma'lumotlarni to'ldirish talab etilmaydi. Avvalgi yillarda bitirganlar esa tamomlagan ta'lim muassasasi manzili, turi va nomini, shuningdek diplom yoki shahodatnomaning berilgan yili, seriyasi va raqamini kiritadi. Abituriyentning chet tili yoki umumta'lim fanlaridan milliy sertifikati avtomatik aks etadi. Chet tili bo'yicha xalqaro sertifikati borlar esa tegishli tugmani belgilash orqali bo'sh maydonchalarni to'ldiradilar va xalqaro sertifikatni yuklaydilar. Abituriyent ijtimoiy imtiyozlarga ega bo'lsa, bu ham avtomatik ravishda ko'rinadi. Imtiyoz ma'lumotlari aks etmasa, abituriyent imtiyozni taqdim etgan tashkilotga murojaat qilishi lozim. Keyin test topshirish hududi, ta'lim tili hamda test topshiriladigan fanlar majmuasi tanlanadi. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'lsa, tegishli chet tili ham tanlanishi lozim. Kasbiy ijodiy imtihon mavjud bo'lsa, kasbiy ijodiy imtihon topshirish uchun abituriyent o'ziga qulay oliy ta'lim muassasasi tashkilotini tanlaydi. Fanlar majmuasi tanlangandan so'ng, ushbu fanlar majmuasiga mos ta'lim yo'nalishlari ro'yxati bilan tanishish mumkin. So'ngra ma'lumotlarni tasdiqlash uchun yana bir bor SMS orqali kelgan tasdiqlash kodi tegishli katakka yoziladi. Ma'lumotlar tasdiqlangach, abituriyentning qayd varaqasi shakllanadi. Unda shaxsiy ma'lumotlar, imtihon ma'lumotlari, imtiyozlar, abituriyentlarga eslatma va ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi. Qayd varaqasini yuklab olish tugmasi orqali saqlab olish mumkin. Ro'yxatdan o'tish muddati yakuniga qadar ma'lumotlarni tahrirlash va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Ma'lumotlar ko'zdan kechirilgach, shakllangan invoice bo'yicha o'ziga qulay bo'lgan usulda yoki to'lash tugmasini bosish orqali to'lov amalga oshiriladi. Bank orqali to'lamoqchi bo'lgan shaxs kvitantsiyani yuklab oladi. Eslatib o'tamiz. Joriy yil bitiruvchilari nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy reyestrda ro'yxatda bo'lganlar va ularning farzandlari, yoshlar daftariga kirganlar hamda to'liq davlat ta'minotidagi shaxslardan to'lov undirilmaydi. Mazkur toifadagi abituriyentlar uchun to'lov invoisi shakllantirilmaydi. may.gov.uz barcha abituriyentlarga omad tilaydi.